Assalomu alaykum. Mana shu doridan men oyog'im kuyganda, nimadir apparatda kuyib qolgandi. Mana shu doridan foydalanib, doktorlardan davo topmadim. Teri ko'chirib o'tkazamiz deganda men rozi bo'lmasdan mana shu doridan foydalanib, juda chuqur kuygan. 2 oy, 3 oy davomida foydalanib butunlay yaxshi bo'lib ketdim. Mana sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Pashag'ordalarga ham davosi bor ekan bu dorini. Ko'p kasalliklarni davolar ekan. Men foydalanib o'zim shifo topganim uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Ko'plarga tavsiya qilyapman ham. Borib shifo topganlar ko'p. Shuning uchun hammani taklif qilaman shu kasal bo'lganlarni. Keyin ukamizga ham omad tilayman. Umri uzoq bo'lsin, omadini bersin. Mana shu yo'lda davom etib yuksak marralarga erishishini tilab qolaman. To'xtamasin, olg'a doimo yaxshi niyatlar qilib, odamlarni tuzatishini. Mana biz o'zimiz gruppada nogiron edik, qayerga borishimizni bilmay, ko'p davolar qilib, pullarimiz ketgani yo'q, kam miqdorda pul chiqarib, tez fursatda davo topdik. Ham kam xarj, ham davosi yaxshi, effekt beradiganligi uchun mana shu yo'lni tanlab xato qilmadik. Shuning uchun ukamiz ishlariga omad tilaymiz. Doimo sog' bo'lib yursin.